Ya Xorbaylar. Assalomu alaykum. Sayt aka. Charchyapsizlar? Rahmat, o'zingiz qalaysiz? Ha, rahmat. Yaxshimisiz? O'zinglar yaxshimisiz? Ha, rahmat. Aka tanimadingiz mani? Yo'q, zo'rlar. 2 yil oldin odamni operatsiya qiluvdingiz. Yuraklarga stent qo'yib berdingiz. Super aka. Ha, G'iyosiddin ismingiz? Ha, aka. Charchyapsiz. Salomatsiz? Rahmat. Allohga shukr. O'zingiz Sizlar rahmat. Nima bo'lyapti aka? Ha, mana qarang aka, motorda ovoz chiqyapti-da. Necha kundan beri o'zimga yaqinman. Mana shu yerdan o'tiraman, kiraman deyman. Hech vaqtim bo'lmaydi, aka. Bo'ldi O'shanga aka. nima qilamiz? Ko'rib bera olasizmi? Azizlar fotkin aka taqilib ketdi. Ha, Olib kirsizmi? Bemalol Olib ko'rib kiring beraman. hozir. Olib kiring. Xo'p. Ana Sayt aka. Ana aka. Bo'ldimi G'iyosiddin? Bo'ldi. Xudo xolasa tiq etgan ovoz eshitdingiz. Baraka toping. Cho'tki Nima bo'lgan bo'ldi, ekan aka. hozir? Aka, raspidvalni shekasi ketgan ekan. Ha, Sinib ketibdi aka. Shunda qopqonni ochdim, ko'rib qoldim yaxshi. ming rahmat. Onam sekin bora qoling endi. Operatsiyam bor edi, telefon qilib Sayt aka, bitta savolim bor agar ko'nglingizga olmasangiz. Hop, ukam bemalol. Neta tushunmasangiz aka. Hop, aytingchi. Mana qarang aka, siz xirurgsiz a? Aha. Odamlarni yuragini operatsiya qilasiz. Hop. Men ham mashinani yuragini operatsiya qilaman. Yangi motorni ochaman. Ishimiz ashti bir-biriga o'xshaydi. Lekin sizlarga katta haq to'lanadi. Yaxshi pul olasizlar aka. Bizga aka arzimagan pul berib ketishadi. Ayting aka, sababi nimada? G'iyosiddin ukam, agar qo'lingizdan kelsa, mashinani motorini o'chirmasdan turib ta'mirlab beringchi. Salomat bo'lasiz ukam. Men bora qolay ishimga.